08 sotiqga ham shunaqa chiroyli 2 qavatli uylar qursa bo'lar ekan, uyimizni bo'lib berishga ham sotib olsanglar bo'lar ekan. Shoshilib qolinglar, bunaqa imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Uyimiz Sabzavot arkadan bor yo'g'i 2 kilometr kirganda Sabzavot mahallasida joylashgan. 08 sotiq 4 ta xonadan iborat. Ko'rib turganingizdek, ko'chani uglovoy va tarsivoy qismida joylashgan. Binoyimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Uyimizga kirishimiz bilan bu yoqda darvoza xonamizda joylashgan. Bitta mashina bemalol sig'adi. Binoyimiz bo'lsa 2 qavat 3 urvilli bino. Kirishimiz bilan chap tomonimizga bo'lsa joy egalari shunaqa chiroyli qilib, shunaqa mebel qo'yib qo'yishgan ekan. Binolarimiz pishgan g'ishtdan, devorlarimiz bo'lsa shlaka blokdan ko'tarilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarimizni ham ko'ramiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda koridor, o'ng tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz va koridorimizning oralig'iga shunaqa razdvijnoy eshik qo'yilgan ekan. Nimaga bunaqa qilingan? Devor qo'rilsa ham bo'lardi. Razdvijnoy eshik qo'yilganining sababi kirishinglar bilan kichkina koridor bo'lib qolmasligi uchun qilingan. Shunaqa katta atmosferani ko'rib turishinglar uchun qilingan. Bu yoqda oshxonamizni ko'rishinglar mumkin. Oshxonamizda hamma kerakli mebel va texnikalar bilan tayyor jihozlangan. Bu xonamizning oynasi hovlimizga qaragan. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelli sistemamiz ham aynan mana shu oshxonamizning o'zida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, hammasi akkuratni qilingan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa konfet ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan bo'lsa ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi, podvalga ham tushsa bo'ladi. Binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizni ham o'zingizlarning xohishingizga qarab, zal, bolalar uchun o'yingoh qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning podvaligacha ko'pli pol qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bu yoqda koridorimiz joylashgan. Chiqishimiz bilan to'g'rimizda ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Ikkinchi qavatimizning o'zida 3 ta xonamiz bor. Koridorimizning oxirida ham yana 2 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Bu yoqda ham bitta xonamizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bo'lib to'lashga, shunaqa kompaktni, chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.